Bugun biz bilan professional MMA jangchilari Islom Baltayev, Doston Bozorov, Asad Saidovlar. Ular oktagonga, qattiq janglarga va maksimal bosimga o'rganib qolishgan. Ammo bugungi kun har doimgidan ham boshqacha. Bugun ular karate bo'yicha murabbiy oldiga o'zlarining chegaralarini oshirish va o'zlarini yangi uslubda sinab ko'rish uchun kelishdi. Bu ularning birinchi tajribasi va endi asosiy savol: xo'sh, ular karate intizomini o'zlashtira oladimi va ulardan qaysi biri ustunlikni isbotlaydi? Katanoy. Katta razminka qilamiz. Narsamiz karateni poydevori bo'ladi, kihon ishlaymiz. Kihondan keyin kataga o'tamiz, xudo xolos. Kata bu belgilangan qo'l va oyoq mashqlari yig'indisi bitta kata hisoblanadi. Kihondan boshlanadi. Kata derdi. Bu boshqa. Kehoni qanaqa kehon? Kihon bu karateni texnikasi bo'ladi. Poydevori karate kihondan boshlanadi. Birinchi kihonni qo'yib olamiz, keyin kata, keyin kumite. Kumite bu sparing. Birinchi ishlaydigan mashqimiz zengi zudachi. Stoykadan boshlaymiz. Qiyin gap dedi-ku. Zengi zudachi bu stoykani. Yangicha gaplar. Stoykani oti. Chap oyoqni birinchi oldinga tashlaymiz. Mana shu holatda zengi zudachi turishimiz kerak. Chap oyoq oldiga tushdi, orqa oyoq tekis turadi. Old oyoqni tizzasini bukamiz. Shu holatda ikkidan bari blok. Ikkidan bari blok bo'yindan chiqadi. Zengi zudachi bilan baravar tashlanadi. Shu holatda tushib qotishimiz kerak. Mukassar. Ha, boshlaymiz. Zengi zudachi hajme degandan keyin ishlashimiz kerak bo'ladi. Zengi zudachi ikkidan bari blok. Hajme! Chap oyoq. Chap oyoq. Boshqatdan boshlaymiz. Baravar tushishimiz kerak. Baravar tushishimiz kerak. Shu holatda zengi zudachi ikkidan bari blok. Hajme! Zo'r. Yana boshqatdan qaytaramiz. Qaytdik orqaga, hikodachi holatga. Yo'y. Kidari zengi zudachi ikkidan bari hajme! Yo'y. Endi 10 oyoqda boshlaymiz. Oyoq qotib bo'lganda. 10 oyoqdan boshlaymiz. 10 oyoq migi zengi zudachi ikkidan bari bo'ladi. Yo'y, migi zengi zudachi ikkidan bari hajme! Qaytdik yana. Kibadachi tashlaymiz. Kibadachi chap oyoqdan tepaga chiqib, yonga tashlanadi. Mana shu holat oyog'imizni uchi to'g'riga qaraydi, boyidagi tovon tashqariga chiqadi. Tizzani ochamiz, mana shu holatda turishimiz kerak bo'ladi. Faqat chap oyoq ishlaydi. Chap oyoq tepaga chiqadi. Kibadachi. Hekitaga o'tamiz. Yo'y. Boyidagi hikodachi. Aytayotgan yo'y deganingiz nima degan? Yo'y degan tayyorlanamiz. Tayyorlandik. Приготовили. Yo'y. Kidari zengi zudachi ikkidan bari hajme! Chuqurroq o'tiramiz. Ikkita chap qo'l oldinga.
Chap qo'l oldinga. Shu holatda kibadachini o'rgandik. Kibadachini endi oldinga tashlashimiz kerak. Hozir yonga tashladik. Kibadachi endi oldinga tashlanadi. Bu nimagaki, udar kelayotganda udarni qaytarish uchun. Shu uchun bemalol. Kelayotgan udarni qaytarish uchun. Tepayotganda belga tepish mumkin-ku karateda. Tepayotgan payt bu udarni qaytarish uchun. Mana shu yerda qoladi oyoq. Migi, kibadachi ikidan bari hajme. Yo'y, navate, o'girildik. Joyimizga qaytamiz. Xo'p, bu 3-stoykamiz edi. 2-stoykamiz edi. 3-stoykamiz kokosudachi. Kokosudachi har doim hozir oldiga tashladik-a bo'ldi. Kokosudachi orqaga tashlanadi. Orqaga tashlanadi, orqa oyog'iga o'tiramiz. Oldi oyoq tizzamiz ozgina chiqadi bo'ldi. Yo'y. Ikkigan qo'limiz ochiq bo'ladi kokosudachida. 10 oyoqni orqaga tashlaymiz, ikkinchi qo'l beldan chiqadi. Yo'y, kokosudachi. Hajmi. Ich. Mana Ikkinchi qo'limiz qo'limiz ustida, mana pelvon ustida mana. Yoqqa tortamiz. Ikkigan yelka tekis turadi. Zo'r. As. Oyoqni uchun tekislik. Oyoqni uchi to'g'riga qarang. To'g'riga. Yana buring. O. sudya tayyormisan degan payt birinchi turib berasan, keyin urishaverasan. O'ldirib qo'yishi mumkin tektar. Trenirovka yaxshi bo'ldi, biz uchun yengillik bo'ldi. Lekin hech nimaga tushunmadik. Bitta narsaga tushundik, yo'q, tayyorlandi degan. Islom akam hali tushunmayapti hech nimaga. Kokosudachi. Nima? Sudachi qilasan deb baliq tutish. Yo'q, sha. Hozir kata degan narsa o'rganar ekanmiz. Katani karon, keyin Satyo bo'lmasa bo'ldi. Anaqa o'tib ketdingiz Tailandga. Hozir kata o'rgatishadi bizga Umidjon aka. O'shani qilishga harakat qilamiz, lekin Yo'q, hammadan maqtadilar, zo'r bo'lyapti dedilar. Islom akam Bo'laveradi. 10 balldan 0dan 1 Doston ham chap qo'l tekislamayapti, tushunmayapman chapqo'l nimaga. singan, tekislanmaydi. Qiyshiq. Trener tushunmayapti lekin qiyshiqlagan. To'g'rila deyapti. Qo'lim qiyshiq, singan desam, yo'q, to'g'rila deyapti. Qat ishlaymiz hozir. Siz bir qadam oldinga chiqasiz. Yana mana shu liniyagacha. Sizlar sal surilasizlar yonga. Siz ham nariyoq tarafga. Salto otmasak bo'ldi aka. Yo'q, salto otmaymiz. Yana ozgina surilamiz. Chetlashtirib yubordilarmi? Bu holatda MP katasini o'rganamiz. MP katasidan boshlaymiz. Birinchi mashqimiz. Yo'y holatda turamiz. Men birinchisidagi ikkita joyini ko'rsatib beraman, shu ikkita joydan o'rganamiz. Pauza bilan. H shu joygacha qaytaramiz. O'zlaring qilaveringlar. Ketaversak ham bo'lagan bo'ldi. Rahmat aka. Charchoq. Bu siz unaqa qiyinini ko'rsatmaysiz aka. Bu osoni. Yo'q. Bu osoni. Hozir sekin-sekin o'rganamiz. Sekin-sekin Boydan oldin ko'rsataman. ham saperni qo'rqitib o'tirmanglar, yana o'rganib olib. Birinchi mayli. Qatan nomidan boshlaymiz. Baravar MP deb baqirishimiz kerak bo'ladi. Asad orqaroq turib ko'rinmayapti men. Yo'y. Paklon qilamiz birinchi. Ikkita oyoqni yig'amiz, 10 oyoqni yig'amiz, tomon-tomonga tegadi. Oyoqni uchi ochib turadi. Musubidachi deyiladi bu stoykamiz zoti. Qo'l yonda. Armiyada shunday turganmiz-a? Paklon. H Do'stlar. D. Boshqatdan qaytaramiz. H D. Boyagi stoykaga Heikodachi holatga qaytamiz. Son. MP. Baqiramiz. 1 2 3. MP! Baravar. MP. 1 2 3 ga. Kulma, serios. MP. MP! Boshlaymiz katani. H. Narigi tarafga. Bu tarafga qo'yamiz qo'lni. Chap tarafga yig'iladi. 10 oyoq yig'ilyapti. 10 qo'l bilan chap qo'l 10 qo'l ustiga tushyapti. Tizza tekis turadi. D.
tushamiz. Chap oyoq yana chapga ketyapti. 10 oyoq 10 tizzamiz yerga tushyapti. И qo'l harakati. Bu yoqqa tushyapti. To'g'riga. Ha, sizlar tarafdan to'g'riga tushyapti. Doston qo'ling teksizlar. Yana boyagi stoykaga qaytdik. Haykodachiga. Haykodachiga qaytdik. Chap qo'lning ustiga 10 qo'l tushyapti. Shi boya ishladika, zengizudachi ikkidan bari. Bu tarafga. Bu tarafga. Shi kibadachiga qaytamiz. Boya kibadachi ishladik sizlar bilan. Shu kibadachi holatga qaytamiz. Zo'r, kibadachiga qaytdik. Endi zengizudachi ishladikku boya oldinga. Shuni qaytaramiz. Shi. Nariga oyoq. Chap oyoq. Go. Ich qo'lni ochamiz. Ko'zat qilsizmi? Ich. Di. Chap oyoq, o'ng qo'l. Chap oyoq. Ich. Di. Sen ma'mur bilasan-da, mana bunaqa zashta bormi karateda, mana bunaqa stoyka? Bunaqa stoyka bor. Ko'rdingizmi? Men karatega borganman yoshligimda. Faqat mana shunaqa qilib ular o'tkazadi. Bu yoqdan o'tkazadi tepadan faqat. Zo'r blokmi? Hozir blokka ham Juda zo'r. blokka ham ishlaymiz. Zo'r. Ko'zi o'sha boydan keyin mana shuni bittasi yopilib qolgan. Ko'ziga qarang, o'sha mana shunaqa zashta qilaverib. Aka, udan kelsa bitta ko'zingiz yumasa o'tib ketadi. Ketdi. Davay, bitta siz boshlang. Hamma turib olsin, baravar turib olsin. Zengizudachi. Bitta sanayman, bitta ishlaysizlar, joyiga qaytamiz. Bo'ldi. Qarang, eng zo'r ishlaganiga baho berasiz. Bo'ladi. Ketdi. Ich. Zo'r, oyoq bu yoqqa. Kesin. Zo'r. Shunday qolib turing. Ket. Di. Bu yoqqa. Oh. Zengizudachi. Sizlar tip-tipmasizlar. Belli ichkari kiramiz. Belli Tip ko'rasan hozir. O, zo'r, chuqurroq o'tiramiz. Shiparadan bering. Zo'r, ketdi. Zo'r. Aka uzoqroq turing, tep borsin unga. Mana bu qo'l tushadi. Faqat tekis turing. Tekis. Aka qayrilmaydi mana. Qaysi shu? Dostondagida qiysha. Chuqurroq o'tiring. Tortilamiz orqaga. San! Sha! Qara. Mana mana shu holat tushamiz. O! Zo'r. Sanlariga qarang. Bo'ladi. Как корпуса можно туда смотреть? Endi shu holatgacha qaytishimiz kerak boshidan. Boshi eng qizig'i esdan chiqib bo'ldi-da, aka. Hozir qaytaramiz. Men shot beraman, sanayman. Uchalanglar bittada baravar qilishinglar kerak. 20 ta ajmaniya, kim adashsa. Keyin hamma odam bitta komanda bo'lib ishlashinglar kerak. Ajmaniya qilguncha shu mashitda qotgan bo'lsa shu yerda turib beradi. Bemalol ajmaniya qilaverasizlar. Yo'q. Men shot beraman. Paklondan boshlaymiz. H D Son Shi Zo MP Balandroq baqiramiz endi. MP H D Shu turasizlar, ketdi ajmal 15 ta. Menmi? Bu oyoqni tashlaysiz, buni tashlash kerak. Qaysini? Bunimi? Ha, orqaga tashab qo'ying. Ha, o'rganganman-da. Tez. Di. Falay qiyin emas-ku. Qo'lingiz katta bo'ladi, so'ng qilavering. Bo'ladi. Qaytdik joyimizga. 99. Joyimizga qayt. Shu joydan. Shu joydan? Ana xato qildi, ajmaniya qilsam bo'lar lekin. Son. Shi. Go. Qo'l beldi. Qapa. Rogo. Sech. Ay, mishka. Ketdi. Joyda. Men qo'lim kattaroq bo'lishi uchun ajmaniya qilaman, e'tibor bermanglar. Bo'ladi. Qaytdik joyimizga. Havoni tushiring hozir sizdan ajrim. Almashtiring. Joyingizga sal orqaroq, yonroq. Bo'ldi. Ochdik qo'lni. Ich.
Ich! Tepamiz. Kel. Buni to'g'ri qilishdi. Hali qiyin pozada. Tazni buramiz oldinga. Oldinga buramiz, menga buramiz. Yana. Oyoqni sal bu yoqqa tashlang. Chuqurroq o'tiring. Siz ham tazni buring. Tash. Bu yoqda. Bo'lagi ketmaydi. Pastroq. Zo'r. Bo'ldi, Bo'ladi. tez. Katta lezginka. Ding! Ich. Di yana olib chiqamiz. Som. Ochdik. Yana tepamiz. Xuddi bu yoqqa. Xuddi shu narsa. Chi. Tushdik. Hoppa. Tushdik. Ich. Aka menga berib bersiz bo'laveradi. Beramiz xudo xolasa. Ketdi. Chi, qo'lni ochamiz. Ich. Ibadachiga qaytamiz. Endi o'rnayapmizmi? Yo'q. Men sizlar tarafdan. Mana qaranglar. Mana bu tomonga. O'zingizdachi holatdamiz. Qo'l ochildi. Bas. Ibadachiga qaytamiz. Va. Bu yerda kinse bor. Kinse katada ikkita bo'ladi. 2 marta kinse bor bu yerda. Ras. 2 3 bu yerda kiya baqirishimiz kerak. Shu holatda. Oyoq yig'iladi. Xarosh. Mashina montaj qilib qo'yaverasizlar biznikiga. Faqat barobar baqirishingiz Chiroyli kerak. chiqadi-da. Bu Qanaqa? kulminatsiyasi. Kia. Kiyani bitta baqir qilaylik, ayting. Kia reklama bo'lib ketib qolmasin mashina Kia. Reklama bo'lib ketadi. Xolasanglar ostinglar. Ostimi. Farqi. Ketdi. Ana ostida bitta boshla. Yo, Boshlanda. Yo, O'zi ostida yo'q, keladi o'sha payt. Ishlatgan paytingiz keladi. Kelmay qolsa. Yo'q, keladi. Ketdi. Qaysidan boshlaymiz aka? Mana shu holatda oldiga tushadi, oyoq, Ha. chap oyoq. Bizga Ha. qo'l ochiladi, Bu tarafdan ibadachiga keladi. qaytamiz. Boyiga, boshida boshlangan. Mana o'zingga qaraysan oynaga. Ha? Qo'lim Qo'li qiyshiq. qo'lim qiyshiq desam Qaraysan, ishlamayapti. kis to'g'ri. Zo'r. Beldi. Belim balandroq odam. Zo'r. Faqat chuqurroq o'tirasiz. Iloji yo'q. Chuqur o'tirgan holatda oyoq, o'ng oyog'imiz chap oyoq tizzamiz ustiga chiqadi. Ichiga. Qo'lchi? Qo'l mana. Bu qo'l emas. Ha. Bo'ldi mana. Bunday qilasan? Yo'q, naborot. Yo, o'smi? Хорошо. Chap tarafga tortasiz qo'lni, yuzni ochasiz. Ha. Buni Tushundim. bu yoqqa oldingiz. Oyoq chiqdi. Chap oyoq deyapsiz-ku? Yo'q, Ha, o'ng oyoqmi? O'ng oyoq chiqadi, chap Ha. qo'lni chapga tortasiz. Siz ajmana qilmaysiz, adashgansiz? Adashmadim-ku. Qarang aka. Adashtirdingiz-ku hozir. Ha, tushundim, bo'ldi. Yuzni bunaqasiga Turdi. ochasiz. Ha, yuzni ochasiz faqat. Ha. O, ana. Tirsang. Ha. Покажи лицо Gulchitay deydi. Chuqur o'tirsangiz, muvozanatni yaxshi ushlaysiz. Karatening kuchi bu birinchi o'rinda aql, disiplina va iroda, eng oxiri tezlik. Tezlikda deb o'ylayman. Karatening filosofiyasi bo'sh qo'l yo'li, samosoznaniya va disiplina. Yangi boshlayotgan sportchilarga faqatgina boshlanishi gimnastika mashqlari boshidan va chigal yozdi mashqlari albatta, keyin kixon va kata mashqlarini birinchi boshlagan ma'qul deb o'ylayman. Keyingina shulardan keyingi oxirgi o'rinda sparring mashqlari, kumite mashqlari turadi. Faqatgina birinchi o'rinda irodani mustahkamlash kerak, kuchli bo'lish uchun, chidamlilik bo'lish kerak, kuchli bo'lish uchun va aqliy rivojlanishni o'z yo'liga qo'yish kerak. Bu aqliy rivojlanish faqatgina o'qish bilan, dars bilan, mashq bilan bo'ladi. Menda birinchi marta emas bu taassurotlar. Bundan ham oldin lyubitelskiy turnirlarda juda ko'p chiqqanman tatamiga, o'sha sandadan, universal jangdan ham chiqqanmiz tatamiga. Ну, tatami, как tatami? Menga juda ham qiziq bo'ldi, chunki birinchi marta tatamiga chiqib karatedan o'sha katalarda yana qanaqadir упражнениялар qilgan juda menga qiziq bo'ldi.
atak yoqdi. Kata qilganimizda biz uchun ozgincha непривычно bo'ldi, o'rganmaganmiz unaqa narsa qilishni undan oldin. Bularni защитasi boshqacha, bizda blok masalan tepada bo'lsa, bularda ozgincha pastroq, biz uchun ozgincha qiyinroq bo'ldi mana shunaqa joylari. Menga esa shu baqirishi ozgina qiziq bo'ldi-da, shu baqirgani, haligi har упражнение qilganda, mashq qilganda baqirar ekan. O'sha Qiyinchilik tug'dirdi. qiyinchilik emas, qulog'ingizga yangilik bo'lgani uchun neto bo'ldi. Boshqa narsa вообще. Karate bu boshqa dunyo, MMA bu boshqa dunyo. Bizda ozgincha razminka boshqacharoq bo'ladi bularga qaraganda. Atmosfera boshqacharoq. Qaysi bir sportga kirishingizdan qat'iy nazar, shu harakat qilasiz, eng zo'ri bo'lishga, eng birinchi bo'lishga harakat qildim. Shu bir nimani o'rgangani o'ylashim bo'yicha yaxshiroq mashqlarni bajardim. Men uchun har bir sport, yangi sport men uchun juda ham qiziq. O'shaning uchun harakat qilaman. Shu sportga tezroq shu sportga kirib ketishish shu sportda kerak bo'lsa agar men karatega o'tkazib yuborishsiz, karateda chempion bo'lish xohlayman sirasi. Sport faqat tanani nima qilmaydi, qattim qilmaydi. Sport hamma narsani qattim qiladi. Miyani, ruhiy tomondan, ko'chada yurgandan ko'ra hozir zallar ko'p, hamma yoqda любой bitta zalga borib, men o'ylayman hamma o'ziga to'g'ri kelgan sport tanlab olib, o'shanda chempion bo'lishi kattaroq foizda. Masalan, bizda ham mana o'zim akalarimga qarab, mana shu narsaga intilyapman. Doston Bozorov, Islom Baltayev bular hammasi oktagon liganing chempioni bo'lishgan. Men ham bulardan o'rnak olib, bularni ketidan ketishga harakat qilaman inshaalloh. Bu yoshlarga, ko'proq ota-onalarga gapim, shu ota-onalar yosh bolalarni yaxshi sportlarga berish kerak. O'zi shuning ustida o'zi turish kerak, kontrol qilish kerak bolasini ustida. Bu yosh bolalar, yosh sportchilar biz MMA sportigami yo qaysi bir sportdan qat'iy nazar borganda birinchi o'rinda ota-onasini va trenerini eshitish kerak. O'sha treneri nima deydigan bo'lsa, ustozi nima desa, o'sha narsani qilish kerak. Chunki ustozga ishonish kerak. Biz ham shu kichkinaligimizda ham любой ustozni oldiga kelganmizda, biz ustoz deb turib, o'sha ustoz nima deydigan bo'lsa, agar kerak bo'lsa, noto'g'ri bo'lsa ham biz ustozni aytganini qilganmiz. Lekin ustozlar hech qachon sizga yomon bo'lishini xohlamaydi, shogirdini o'zidan kuchli bo'lishini xohlaydi. O'shaning uchun ota-onasini, ustozini aytganini qilish kerak va faqat sabr, mehnat qilish kerak. O'shunda chempion bo'lishga ko'proq foiz bo'ladi. Agar xohlaganda triumfga qilib 10 kun borib, 20 kun bormasdan yuradigan bo'lsa, unda hech qachon chempion chiqmaydi. Chempionlarimiz kata mashqini endi ko'zga bog'langan holatda ishlab ko'rishadi. Keyin bunaqa qilib turasan. Lan kallalar ishlamadi, yoqqa toqish kerak edi. Rembo bu. Yo, mana. Yo, hozirlarnikini ham boshqa tamoylik. Mana shu ishlayveraman. Quloq eshitilyaptimi? Qani? Только кипатачи, только вперед. Poklondan boshlaymiz. Ich. Di. Son. Shi. MP. MP. Ich. Di. Son. Shi. Go. Logo. Touch. Touch. Q. Go. H. T. Son. G. Boss. Qara, boss hali bor. Yo'q. Go. Logo. Boss. Kimseydi oz bo'lish kerak. Ochmadi. Ben bunu ochdim. Qarang, buni almashtirdik. Keyin
Buni ochdik. Ha, videoda ko'rasizlar endi. Bu yog'i. Bunisi. To'g'ri. Mana bor edi. Ha, o'sha. Mana bor edi. Atak birinchida man qildim buni. Bu yog'i. Shu narsa. Bu atak bomba. Da. Maza qildik. Nimadir yengillik Karate bo'ldi bo'l. bizga. Ne, endi baribir hamma sportda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor Hazır ekan. qildik, tam Ha. neto gap gapirdik, xafa bo'lmaysiz. Quloq solmanglar bularga gapiraveradi. Просто Hammasi bo'ladi. atmosfera uchun u gaplar gapirildi, unaqa qilindi atak. На самом деле hamma sportda o'zining qiyinchiligi bor. Ham, ну, не только в спорте, даже в жизни и в бизнесе, дальше не буду вам объяснять. Baribir eng yaxshisini o'zim qildim, Adusha, bir baho berasizlar. Islom akam Nomer ading. parod qildi. Oxirigacha qildimi? Spasibo, Trener o'zi Jura. adashib qoldi. Yo, men birinchisida adashib ketdim. Kata koordinatsiya uchun juda yaxshi ekan. Yana ozgina chetdan qaraganda oson yoki kulgili tuyulishi mumkin, no? O'zining qiyinchiliklari bor. Koordinatsiya uchun juda yaxshi tajriba. Trenirovkalarga qo'shamiz dedi mana Doston, xudo xolasa. Boylarga tayyorlangan payt. blok bor mamlada. Doston o'zi mana bunaqa blok qilishni biladi. Boylardan nareskga ko'rsatishi mumkin. Bu bunday qilasizlar, agar udar kelsa, ko'z yummasdan o'tib ketadi. O'p udar. Bo'ldi. Tez shu bitta parxod qo'rasizlar oyog'iga. Endi bizga trener trenirovka o'tdi, biz trenerga ham endicha kurashamiz trener bilan. Trenerdan ham baho beramiz, ha? Nima dilaring? Vallah. Men urib boshlayman, bunaqasiga qaytamiz. 10% dan 100% gacha chiqib ketar ekan. Ketdan boshladikmi? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Siz tayyormisiz? Siz вообще чувствовать qilmasangiz kerak pressdan. Voy, tosh bo'yaptilar-ku. Ha, sekin-sekin qo'shib boraverasiz. Ha? 30%. Bilmayman. To'g'rimi? 100 urgan. Makaron chiqib ketdi o'sha payt. Edi. Bunda xato urib bo'lmayapti-da. Biz ham bunaqa narsaga keldik. Karate bilan hozir MMA kim qattin urishi tekshira olamiz. Biz chiqdik, karate bu yoqda 3 ga 1 qolib ketdi. 3 ta MMA, bitta karate, o'shacha bitta MMA qoldirdik, bitta karate qoldirdik, biz chetda zritelimiz endi. Solavering. Yaxshi. Ana, tayyormisiz endi? Yo, bunaqa turing, bir qancha. O'rtaga uraman. Boksyor bo'lganimni aytmaylar faqat bo'ldi. Boksyor bo'lganimni hech kim aytmaylar. Ozgina boks bilan shug'ullanganman. Bor yo, 10 yil. Hozir kixon o'rgandik, kata o'rgandik. Endi MMA jangchisi bilan sparring tushib ko'ramiz karate pravilasi bo'yicha. Karateda bokovoy yo'q. Faqat primoy udar. И primoy oyoq mamashi bor. Beldan tepasiga, bel qismiga, qorin qismiga, bosh qismiga tepsa bo'ladi. Ursa bo'ladi, qaytish kerak shu yerda. Oyog'iga ham teksa. Yo'q, belbog'dan tepasi. Faqat keyin faqat qo'l primoy, bokovoy yo'q. И anaqalar yo'q. Boyovoylar yo'q. Pasechki bo'ladi, pasechki oyoqda faqat bitta qo'lda olish mumkin. Tayyormisizlar? Yo'y. Hajme.
birinchi marta karatedan sparring qilib ko'rdim. No, bizanikiga o'xshaydi. Oyoqda ishlash faqat. Qolgan narsalar отличается. Farqi bor. Karate MMA'da ancha farqi bor. Tak четко. Hozir karate bo'yicha bahslashdik. Endi MMA bo'yicha bahslashamiz. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Hajme! Ketdi qani? Yo'l. Hajme! Yo'l. Hajme! Молодцы, победила дружба. Bugungi trenirovkamiz tugadi. Bilan o'zimga kerakli opit oldim desa bo'ladi. Maza qildim bular bilan ishlab. Bular ham nimadir olishgan bo'lsa, men xursandman. Xudo xolasa keyingi vyipuslarda undan ham qiziqarli ko'rsatuvlar bo'ladi, kutib qolinglar. Sizga ham rahmat, Umidjonaga kattakon. Bizga ham yangi emotsiya bo'ldi. No, undan oldin bunaqa narsalar qilmaganmiz, yangilik bo'ldi-da bizga. Ha, juda emotsiyaga boy bo'ldi, chunki yangi sport biz uchun, yangi mashqlar. Uzoqdan qaraganda haqiqatan o'ziga kulgiliga o'xshaydi, yo bo'lmasam oson mashqqa o'xshaydi, lekin juda ham qiyin narsa. Bunga ham miya ishlash kerak, hamma narsani o'ylashingiz kerak. Bu narsa ham juda foydali narsa ekan. Men oldin karateni bu oson sport, bunaqaligi, unaqaligi zo'r sport deb hisoblamasdim, lekin hozir уже ichkariga kirib, ko'rib, Umid akamiz tushuntirdi, kameradan tashqarida bo'lgan narsalarni ham tushuntirdi bizga ko'p. Katta rahmat aka. Maza qildik. Xudo xolasa keyingi vyipuslarda ham yaxshi, sizlarga foydali bo'ladigan narsalarni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Rahmat. Zo'r bo'ldi. Hozir karatedan ozgina o'zimiz uchun kerakli narsalarni o'rganib oldik. Endi xudo xolasa men bolalar boyda qo'llaymiz deb harakat qiladi. Ramyondan boshqa so'zlarni ham o'rgandim. Endi xudo xolasa qo'llab-quvvatlab. Akaga katta rahmat, rostdan zo'r trenirovka qildik. O'zimiz uchun yangi narsalar o'rgandik. Yana bir bor rahmat aytamiz aka sizga. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat katta sizlarga ham kelganingizga. Aka katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Hammaga rahmat tomosha qilganlar uchun. Hamma yoshlarni, bizlarni kuzatib turgan odamlarni sport bilan shug'ullaninglar deb chaqirib qolamiz. Sport bu nafaqat urushish yoki boshqa bu disiplina, birinchi o'rinda sog'liklaringiz uchun o'zlaringizga foydali bo'ladi. Hammani sportda kutamiz. Seni sport. Hammaga rahmat.